Assalomu alaykum. Yoshu qariga, erkak ayolga, homilador emiziklilarga hammaga ma'qul keladigan, nojo'ya ta'sir bo'lmagan Abu Ali bin Sino bobomiz tavsiyalari bo'lgan, qon ko'paytirishga nihoyat tayyorlash oson, qabul qilish oson bo'lgan qon ko'paytiradigan usul haqida sizlarga tavsiya beramiz, xudo xolasa. Bunga bizga mana bodom yong'og'imiz. Bu yerda o'rtoqla 120 gram. Men kafe mokaga so'raman, sizlar qovonchada maydalasanglar ham bo'ladi. Davom etamiz. Xo'p, demak, bodomimiz e'tibor bergan bo'lsangiz, bodom haqiqatan sal ko'proq sonlar, 120 gram. Novot esa 100 gram. Yana bir bor takrorlayman, yo kafe mokada yoki qovonchada maydalasanglar ham bo'ladi. Shu o'rinda azizlar, kamina Toshkentlikman. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida istiqomat qilaman. Ko'pchilik meni vodiydan deb o'ylayotgan, Toshkentliklar vodiylik deb o'ylashar ekanda, keyin aloqaga chiqishmas ekan. Toshkentda Zangiota tumani Bo'suq qishlog'ida istiqomat qilaman. O'zbekiston Hijomat tabobati akademiyasi a'zosi hisoblanaman. Hijomatchi tabibman azizlar. Davom etamiz. Ketdim, xudo xolasa. Demak, mana bodomimiz bilan novotimizni maydalab oldik. Har kuni ertalab mana shunday kichkina qoshiq to'ldirib, bir qoshiq och qoringa yarim piyola iliq suv bilan ichib olamiz. Xudo xolasa mana shu idishni oxirigacha tugatsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Salomat bo'lasizlar. Muhammad Nodir kuzatishda davom etinglar. Like bosib, kommentarlar qoldirsanglar xursand bo'laman. Va kaminani yo'qotib qo'ymaslik uchun tez kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin kanalimga kirgandan keyin bundoq pastroqqa tushsanglar, foydali videolarni juda ko'p qo'yib qo'yganman. Kirib, ko'rib, foydalanib haqqimizga duoda bo'lib turinglar. Salomat bo'lasizlar. Sahar borlar, oshqozoni muammosi borlar, semirib ketayotganlar, asosan ayollar. Buqoqda problemasi borlar, muammosi borlar. Kaminaga murojaat qilaverasizlar. Olma sirkasi 4 yillik tozasi. Yantoq, oshqozon ichak, oshqozon osti bezi, o'tfek, ichakdagi shamollashlar, nimaiki dardinglar bo'lsa, yantoq. Mergan, erkaklar aloqaga chiqaverasizlar. Faqat sovuqda kasal qo'ziganda emas, issiqda iste'mol qilinglar. Buni ko'proq foydali bo'ladi shunda. Sovuqda ichganinglar, iste'mol qilganinglarni yarimi jismoniyat quvvatiga ketsa, yarimi shifoga ketadi. Issiqda ichsanglar 80-90% shifoga bo'lsa, 10-15% organizmni nimasiga, quvvatiga, boshqasiga sarflanadi. Xo'p, keyingisi gijja stop o'rtoqlar, gijja stop va yoshlik. Mana qadrini bilganlar buyurtmani berib, mahsulotlarni olib, foydasini ko'rishyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Ekran ostidagi raqamlarga Telegram orqali 90 995 40 33 ga